Hammaga salom, sizlar bilan internet mo'nikali. Bugun sizlar bilan bitta ajoyib ilova orqali, o'yin orqali, o'ynanish orqali pul ishlashni ko'rib o'tamiz. Hop, videoni boshlashdan oldin albatta kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentariyada fikr va takliflar bo'lsa bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Men albatta ularni hammasini o'qib chiqaman. Hop, bo'lmasam gapni ko'p cho'zib o'tirmasdan videoni boshladik. Mana bugungi videomiz Speed Tracker deb nomlangan o'yin haqida bo'ladi. Hop, birinchisiga kirib olamiz. Bu o'yinni mazmun aytgandek Telegram kanaliga tashlab qo'ygan bo'laman. Telegram kanalingiz esa kommentariyada bo'ladi. Hop, kirganingizdek nima narsa chiqadi. Sizlar mana bu o'rtadagi revert bo'limi chiqmaydi. Mana shu 3 ta narsa chiqadi. Hop, bu yerda qanday pul ishlanadi? Bu yerda oddiy o'yin o'ynash orqali pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, qanday o'ynaymiz? Hop, play ustiga bosamiz va bizni reklama kutib oladi va reklamani ko'rib olamiz. Mana endi X bosamiz va bo'ldi. Mana oddiygina interfeys o'yin mana bunday mashinani boshqarasiz, o'yin va chap tarafga bossangiz shu mashina shu tarafga o'tadi. Biz bu yerda nima qilishimiz kerak? Biz bu yerda iloji boricha ko'proq mashinaga urilmasdan turib o'ynashimiz kerak. Hop, xuddi mana bunday o'ynaymiz. Mana bunday qochib o'ynaymiz va vaqt o'tgan sari bu kuchayib boradi, ya'ni tezlashib boradi kelayotgan mashinalar. Mana bu yerda chekkada level degan narsa turibdi. Ikkinchi level bo'ldi hozir. Va keyinchalik 3-chi, 4-chi, 5-chi shunaqa level bo'lib ketaveradi. Qancha level oshgan sari nima ham oshib boraveradi, tezliklari ham oshib boradi. Va mana bu yerda soccer degan narsa turibdi demoqchi edim. Urib ketdi. Hop, restart bosamiz. Mana xuddi mana shunday narsa o'ynaveramiz. Mana har bitta mashina o'tgandan keyin chekkada balansimiz o'sib boradi. Mana soccer, ya'ni o'sha ochkolar soni oshib boradi. Imенно mana shu ochkolarni keyinchalik biz pul ko'p chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham oson o'yin. Mana ko'ryapsizlar. Bemalol o'ynash orqali pul ishlab bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana osongina o'yin. Oddiy ikkita barmoq orqali o'ynasa bo'ladigan o'yin. Hop, mana bunday qo'yamiz, mana bunday qilamiz. Urilib ketmaslikka harakat qilishimiz kerak. Mana bunday. Adashib ketdim. Hop, xuddi mana shunaqa siz o'yinga borasiz. Hop, yana bitta o'ynab ko'rsataman, keyin esa boshqa bo'limlarga o'tamiz. Hop, ketdi. Mana shunday qilamiz. Men eng maksimal ko'p ball to'plaganim 180 balldan oshiq bo'ldi. Ya'ni 180 ta mashinadan o'tdim. Va sizlar ham o'ynab ko'ringlar va kommentariyada yozib qoldiringlar, sizlarda rekordlaring qancha bo'ldi. Mana shu o'yinda oshgan sari mashinalar tezlashib ketadi va mana bu soccer turibdi. Ana shu ham tezlik bilan oshib boradi, chunki mashinalar tezlashgan sari siz mana bu yerda o'tadigan mashinalar soni ham ancha ko'payadi va shu sabab siz ko'proq pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Shu sabab iloji boricha ko'proq yutishingiz kerak, ya'ni uzoqroqqa borishingiz kerak. Mana hozir biroz qoldi mashina yo'lib ketishimizga, lekin biz mana bunday qilib hozircha yashayapmiz. Hop, ko'ramiz bu safar qayergacha bora olar ekanmiz. Hop, mana levelimiz ham 5-levelga yetdi va mashinalar juda ham tez o'tyapti va mana 107 ochkoda biz qotib qoldik. Hop, yana reklama chiqadi, reklamani oxirigacha ko'rib olamiz. Mana X chiqdi sirasi, mana va biz 107 shu yulduz ishlab oldik. Endi esa menyuga qaytamiz. Yana bitta reklama bizni qarshi oladi. Hop, juda ham qisqa 5 sekundlik reklama. X'ni bosamiz va endi setting bo'limiga o'tishimiz. Setting bo'limida bu yerda qanday qilamiz? Bu yerda biroz ovozini nastroyka qilishimiz mumkin, xolos. Hop, o'chirib qo'yamiz, yoqib qo'yamiz. Keyin esa back bosib, quitni bossangiz o'yindan chiqib ketadi va mana bu yerda eng muhim pul chiqarish bo'limi, revert bo'limi, shu ustiga bosamiz va bizni reklamaga kutib oladi 5 sekundlik. Hop, buni tezligini ko'rib olamiz. Hop, X ni bosamiz va mana ko'ryapsizlar, meni balansimda 107 ta moneta bor. Birozgina o'ynadik hozir, ko'ryapsizlar va darhol bizning balansimizda 107 ta moneta paydo bo'ldi. Va minimal pul chiqarish bu yerda 5000 ta moneta ekan va kartaga pul chiqarsa bo'lar ekan va telefon raqamiga pul chiqarsa bo'lar ekan. O'sha pul to'plaganingizdan keyin siz xohlaganingizni tanlaysiz. Mana bu karta yoki telefon tanlaganingizdan keyin ma'lumotlar kiritasiz va get point ustiga bitta bossangiz, sizni pullaringiz bir hafta ichida tushib keladi. Bu ilova ishonchli pul chiqarilgan, ya'ni men internetdan topib ko'rdim va bu rostdan ham pul to'laydigan ilovalardan biri ekan. Shu sabab kimga qiziq bo'lsa bemalol Telegram kanaliga o'tib mana shu ilovani yuklab olib bemalol pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Hop, menimcha video hammaga tushunarli bo'ldi. Sizlar bilan internet mo'nikali bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.